Uchta ulfat davrani tushib ketib qolsa, qanaqa qilib tezda ko'tarsa bo'ladi? Shu haqda bahslashib qolishdi. Bittasi aytdiki, davrani tushib ketsa eng zo'r yo'li qo'y go'shti debdi. Qo'y go'shtini olib kelasan debdi. Shuni olib kelib turib, yarmini qaynatma sho'rva qilib, miltillatib qaynatib tashlab qo'yasan, yarmini qizartirib qovurib kartoshka bilan qozonga olib qo'yasan, yeb olsang, 1 soatda davlening o'ziga keladi. Ikkinchisi aytdiki, debdi. Mana qara debdi, bu 1 soat odam tushgan davlat nimaga yurmaydi, o'lib qolishi mumkin. Eng yaxshisi debdi, qora shokolad. Shuna magazinga borasan, tozasidan olib kelasan, yarmini yeb olasan. 20 minutda davlening o'zining joyiga keladi. Uchinchisi aytdiki, debdi, 20 minutdan ko'p debdi, davlening tushib ketgan odamga. Eng zo'r yo'li debdi, men aytaymi debdi. Men davlatdan tushib ketsam, misol uchun, men sirasi shuni uyga yetib boraman. 2 ta non, qand qurs bir narsalarni olib, shunda kirib boraman. Kirib olib, shuni eshikni ochishim bilan xotinim chiqadi. Ha? Endi shuni topgan narsangiz bor yo'q, 2 ta non bilan 1/2 kilo novvot ko'tarib keldingizmi? Ha? Qo'y go'shti qani? Ha? Shokolad qani? Xolodilnik bo'shab yotibdi. Mevalar qani? Ananas qani? Banan qani? Olma qani? Deydi. Shu joyda men o'sha davlenam shundoq joyiga keladi. Hozir olib kelaman deyman, shuni orqaga qaytib chiqib ketaman. Ko'rdingmi? 2 minutda davleni joyiga keladi. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Deyamish. Tuga